Assalomu hammaga, biz yangi devor mebel karkidon kelganmiz. 5 metrga 290 lik joy, shu yerga devor mebel tayyorlaymiz, sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. 4 ta garderob bo'lyapti, bitta muskoy, qolganlari jenskiy ham muskoy ham qilib foydalansa bo'laveradi uzun kiyimlarga. Ikkita chekkasi polka, tepalari antresol xonasi. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Oq shipon laminatdan tayyorladik. Shipon effektini beradi. Oddiy oq ustiga shunday qilib effekt beriladigan laminat chiqqan. Shunday beradi. Xo'p, mokriy ruchkalar pastida 22 cm lik, tepa tarafida 12 cm lik. Xo'p, bittasida muskoy tarafida g'aladonlar bilan jihozlangan. Vakuumli bular ham. Boshqa mashinalarimiz ham vakuum. Xo'p, razmerimiz 5 metr. Balandligi 290, narxi 12 million so'mga tayyor bo'ldi.